bitta kompaniya farqi. bo'ldi, o'xshadi, lekin pulingizni bermadi. Ikkinchi kompaniya o'xshadi, pulingizni oldingiz, chiqdingiz. Nima biznes boshladingiz? Endi shaxsan men bo'lsa, men hozir qilayotgan ishim boshladim. O'qituvchilikni. Biznes qilayotganda 3 ta narsa qilish kerak. Birinchisi, qilishni yaxshi ko'rish kerak, qilayotgan ishingizni. Qilishni bilishingiz kerak va bu narsaga bozorda talab bo'lishi kerak. Mana shu 3 ta narsa men hozir qilayotgan ishim aslida. Men tadbirkorlarni yig'ib bitta joyga jamlab olsam kerak deb o'ylayman. Mana hozir eng katta klubimiz O'zbekistonda. Qanchadir ekspertiza bor, tajriba bor, ilm ulash bor. Siz meni yoshim ham inobatga oling. Men o'zi qanchadir deyarli necha yil bilan 96 28 yillik tajribani hozir ulashadigan payt kelgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin Xudo ko'rsatmasin, hayot majburlasa, to'g'ri, qaysidir ish qilamiz, problem emas. Lekin o'zing nimani istagan bo'layapsiz? Men hozir qilayotgan ishimni maza qilaman. Menga hozir ham zo'r taklif etib turadi. Hozirgi topayotgan pulimdan kara ko'p olish imkoniyati bor. Topayotgan pulimdan ko'proq taklif qiladi. Sherik sifatida katta biznesdagi takliflar bor. Lekin men xohlayman hozir maza qilib pul topish.